Assalamu alaikum Uyghur Raptili görürmenlere programımız hoş geldiniz. Mehmet Toxtatavullah benimsin, hoş geldiniz. Ve aleykümselam. Rahmet. Tamam, hoş geldin. Mavu musiqinin yaqı dünyanın vaziyeti nəhayət tez özgərib yetiş bulanmağatımız həqiqətən acayip bir tez özgürüşlər boldu. Ətinin bolduğunu biləməydik dərəcədə vaziyet acayip ciddiləşib özgərib aldı gəlib getdi. Şimdi yani programımız başlaştığım burun yani bir təklif qoyduğumuz bizlə qoşub elişinlərini məsələn göz qaşınlarını yazıb qoşanlarını tövənçikdən sorayımız. Hem de programımızda başlayıp geçsek, hem de yakında nəhayət köңlümüzün yerim kıldığan bakma muhacirettik. Uygurların köңlünü yerim kıldığan bir iş yüz bədi bakma. Tayland'daki 40 Uygur'nunki Xitay qaytırılışı. Bu yerdə 48 Uygur ba dep qarılıb atdı. Hem de bu 8'i qaytırılmadı mı yoki qanday boldu onu bilmedim hem de. Qaysi şekilde boldu. Onun keyinен təşkilatlar bunu bir-aqır ərciyyətin küçəp baqqan boldu, sotlar içilgan boldu. Hem de bununla sizin göz qarşınız qandaq bizimki məsələn yetersizlik yerlerimiz qandaqraq boldu, qandaq qısaq təqim yaxşı buluş mümkündü degендek. Göz qarşınız biz sözləp baxımız. Aldı bilen hemmimizdeki Ramazan ayı mübarek bulsun dep gapni başlayıp. Hakikaten efsunlarlık bir iş oldu. Biz aldığımız programımızda şu Tayland'daki baş ministerdeki Xitayga ziyaretki bakanlığını Xi Jinping bilen ötküzgen sohbetlerde bexatarlikni kuchaytirish ve şu chegara halkagan cinayetlerge kanunsuz adam etkisçiliki, ondan keyin tor aldamçılık qatarlıq işlari birlikte zərbe beriş haqida bir fikir kelganligini sözlep ötken. Yani bu vaqtda biz şu Uygurlarning meselesinden kun tartib kelgan bo'lish ehtimolligining nihoyatda yuqorligini, endi bu yerda bu Uygurlarningki Xitoy qaytarilmasligininki Amerika bilan Xitoyninki kuchiga bog'liq ekanligi, Taylandningki bu ikki davlatningki o'rtasidagi kuch tenglikka asosan qaror chiqish ehtimolligi borligini o'ttirib qo'ygan. To'g'ri. Yani şuna eğer Tayland Xitayni tanlasa, Xitayga topshirib berishi qaytarilishi mumkin. Eğer Amerikani tanlasa, qaytarmasligi mumkin deb o'ylagan. Afsunlarligi, to'lim afsunlarligi 11 yildan keyin bu qarindoshlarimiz Xitoy qaytarildi. Yani bu Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi bu kurashda Xitoy yengan bo'ldi. Biz bilan Xitoy o'rtasidagi kurashda yana Xitoy yengan bo'ldi. Hakikaten içinişli qanday hissiyat jihatdan aytganda hamda bir zulmdan qochib chiqqan kishilarningki 11 yildan keyin yana shu zulm qilguvchilarga qaytarilishi bu mayli insonparvarlik nuqtasidan qarayli masalaga, mayli xalqaro qonun nuqtasidan qarayli bu intayin içinishli. Hamda siyosiy jihatdan aytgan chog'da bu ajallik bir mag'lubiyat bo'ldi bizningki chet eldagi davorimiz uchun. Mayli vatandakilarga bergan signali bo'lsin, intayin passiv, ya'ni har qancha qilsak Xitoydan qochib qutulmaydi ekanmiz degan bir signalni, umidsizlikni bergan bo'ldi. Chet eldagilarga nisbatan bu nihoyatda umidsiz bir signalni berdi. Ya'ni Uyg'ur tashkilotlarininki iqtidorsizligi yoki Uyg'ur tashkilotlarininki ojizligi, da'voninki ojizligi, chet el hukumatlarininki, davlatlarninki Uygurlarni qo'llash haqidagi ifodalarininki quruq so'z ekanligidan iborat bir amaliyotni yalang'och holatda oldimizga tashladi. Hamda bu yog'lama so'zlarninki oldidagi ro'shan bir yalang'och haqiqat bizga naqadar ojizligimizni, naqadar kuchsizligimizni bir isbotlab bergan bo'ldi. O'xshashlar Xitoyninki xalqarodagi inovatning nihoyatda kuchayganligini, Amerikaninki yer shariy nufusininki nihoyatda ojizlab ketganligini, Amerikaninki ogohlantirishlarininki bir ishga yaramaydigan bir ahvolga kelganligini ko'rsatib bergan bo'ldi. Endi bu jihatdan olib aytganda, albatta bu bir mag'lubiyat, bu bir ichinishli oqibat, haqiqatan afsunarli ish.
Endi bu ish qaysi xil bir orqa ko'rinishda, tarixiy orqa ko'rinishda maydonga keldi desak, buni hammamiz bilamiz. Dunyoda ko'chmanlarni, musofirlarni yurtga qaytarish moda bo'layotgan bir vaqtda yashayapmiz. Dunyodagi kishilik huquq va xalqaro qonunning qo'g'duvchisi qarilayotgan Amerika va Yevropa ittifoqi hozir dunyoda ko'chmanlarga qarshi to'lqin ichida uzayotgan rayonlarga aylanib qoldi. Aslida dunyoda kishilik huquq dafsandachiliklarini tanqidlaydigan, uni qo'g'daydigan vazifani ustiga olgan Amerika ko'chmanlarni o'zi qo'g'laydigan, ko'chmanlarning haq huquqiga o'zi rioya qilmaydigan shundoq bir holga tushdi. Hatto boshqa davlatlar qabul qilmagan ko'chmanlarni yoki jinoyatga chetilib qolgan ko'chmanlarni mamlakat ichidagi qonunlar bo'yicha bartaraf qilish tasdiq to'xtagan vaqtda xuddi terrorlik jinoyatchilariga o'xshash Guantanamoga solashdan iborat shundoq razil qabih vositalarni tanlayotdi. Buni Amerika qilyotdi. Xitoy emas yoki Rossiya emas. Demak, endi Amerika shundoq qilayotgan yerda Yevropa to'xtamay ko'chmanlarga qarshi shuarlarni to'g'layotgan siyosatlarni chiqarayotgan bir vaziyatda endi Tailanddagi bir hukumatniki Xitoy talab qilayotgan Uyg'urlarni qaytarib berishi cho'ng jihatni olib aytganda bir atmosferaga uyg'un, bu dunyodagi atmosferaga uyg'un. Ya'ni ancha-muncha kishilar ayblab qo'ysimi, davlatlar ayblab qo'ysimi, lekin cho'ng bir qarshilikqa, cho'ng bir jazoga uchirmaydiganligidan menimcha Tayvan dedim. Kechiringlar, menimcha Tailand hukumati buningdan xotirjam. Shuning uchun bu tarixiy paytda shu qarorni chiqadi. Biz oldingi programmada o'tgandek bir Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilash, Xitoyninki sayohatchilarni ko'plab jalb qilish, Xitoy mablag'ini jalb qilish va Xitoy bilan bo'lgan temir yo'l qurilishiga mablag' hal qilish uchun bu ehtiyoj, buni hal qilish uchun Xitoy bilan munosabatni yaxshilashga to'g'ri keladi. Ikkinchisi hamda xalqaro besimninki haqiqatan ojizligini, bir ishga yaramaydiganligini Tailand hukumati mo'lchallab ko'rgandan keyin menimcha bu qarorni chiqadi. Ya'ni 11 yilning ichida qaytarilmay 11 yildan keyingi bu paytda qaytarilishi shu xalqaro atmosferada elib berildi. Degandek Uyg'urlar qaytarilgandan keyin qarasak 11 yil burun yüzlerce Uyg'ur qaytarilgandiki kuchlik ayiblash yo'q. Amerika, Yevropadagi Germaniya, Angliya, Kanada, Avstraliya qatorliq davlatlar yengil til ishlatib bu voqeani aybladi. Turkiya hech qanday inkos qaytarmadi. Boshqa islom davlatlari ulardan umid kutmaydi. Turkiyaning inkos qaytarishi kutilgan bir ahvolda, kutilgan bir inkos qaytarish qarshi chiqishi kutilgan davlatlardan biri Turkiya hamda islom yoki turk davlatlari ichida. Ammo Turkiya bu masalalarda hech qanday inkos qaytarmadi, sukut qildi. Demak, Turkiyaning kim Uyg'ur masalasiga, Uyg'ur davosiga tutgan pozitsiyasininki bundan 11 yil burun qaraganda zo'r darajada o'zgarganligini ko'rish mumkin. To'g'ri. Qisqasi shundoq bir xalqaro atmosfera Xitoyning kuchining eshishi, Tailand hukumatiningki Xitoy iqtisodiga texnik bog'lanishi bu xil oqibatni keltirib chiqadi deyishga bo'ldi. Endi Tailand hukumatiningki Xitoyni tanlashidagi yana bir muhim omil biz ko'rayotgandek Amerikaning ittifoqdoshlikqa yaramaydigan bir holga tushib qolishi. Hozir Amerika o'zininki raqibi bo'lgan Xitoy yoki Rossiyaga emas, o'zining ittifoqdoshi bo'lgan Kanada, masalan, o'ziga tayinlayotgan Ukraina qatorliq davlatlarga mushtanlayotdi, shularga nochilik qilyotdi. Biriga tamojna beji qo'yayotgan, biriga yordam bermayman deyotgan yoki men nima desam shuni qilsa deyotgan. Ya'ni do'stlar aro g'alva qilishyapti Amerika, jidallashyapti. Bundaq bir ahvol hamda Amerikaningki do'stlikqa yaramaydiganligini ko'rsatdi uzun muddatgacha.
To'g'ri. Bu Tayland Amerika'nın yerim ittifaqdışı bir devlet. Hem Xitay hem Amerika o'rtasida lanışıyotgan bir devletler. Bundaq ahvalda Amerika'da o'zining ittifaqdoshlarga manfaat yetkazishdan qechiyotgan yoki ittifaqdoshlarga ketib qolgan azto'la pul puchakka chidamay uningga ko'zini qizartib Ukrainaga bergan yordamni qaytarolmay deyotgan Kanadadan savdo taqsimsizligi tufayli azroq igizpastlik bo'g'ucha uningga jazo yurgizayotgan bunda bir ahvolni ko'rgan Tayland bu Kanadaga bunda qilayotgan yerda Ukrainaga bunda qilayotgan yerda manga bundan bir naf kelmaydi ekan. Bunu bir yaxshilik kelmaydi ekan. Shunga men bu o'zimningki dardini o'zim hal qilmasam bo'lmaydi ekan deb Xitoyni tanladi deyishga bo'ldi. Hem Amerika baribir Iroqda hem Xitoy qo'shnisi bo'lganligi uchun balkim Xitoydan bekroq andish qilish mumkinmi sizce? To'g'ri, açtaq. Ammo bu yerdagi muhim masala shu, haliqi cho'ng andisha emas, chunki Amerikaningki o 40 necha Uyg'urni deb Taylandga hujum qilishi yo'q gap shundaqqa. To'g'ri. Xitoyning Uyg'urni Taylanddan boshqa davlatlarga berib bersa, Xitoyning Taylandga hujum o bir bexatarlik tahdidi shakllanishi tayin. Bu yerga bexatarlik tahdidi bor deyilsa, shu Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilganligi uchun chet eldagi Uyg'urlarningki o'chilishi yoki xalqarodagi xohlagan bir jihodiy tashkilotlarningki terrorlik tashkilotlarningki Taylandning o'chilishi oldin qatim Taylanddagi butxonda yuz berganga o'xshash. Bu xil ahvol Tayland ansaydigan ahvol. Ya'ni tashkilotlarningki yoki shaxslarningki o'chilish xarakterlik bir harakat qo'llanishi. Ammo davlatlarningki bunday bir harakat qilishi natayin undan ansirmaydi albatta. Ammo keladigan manfaat bor, iqtisodiy manfaat asosiy omil bu yerda. Yani Amerikadan hozir cho'ng bir narsa kutgil olmaydi. Amerika hozir boshqalarga yordam berish o'rniga hozir men o'zimning g'amini yeyman. O'zimningki dardiga darmon bo'laman, boshqalardan nimchatqin degan holga kelib qolgan ahvolda Xitoy mana pul davotsa, ko'rdikku masalan Uyg'urlarni qaytargandan keyin chiqqan tunji xabarda TikTok 1 milyard. TikTok'niki 8 milyard. 8 milyard qo'yayman. Aha. Dollar mı, yuan mı ona yine okumadım. 8 milyar meblag saldıqanlıqını cəkalatdı. Demək, bundaq mənfəət aldıda əlbəttə Tayland Xitayını tallaydı da. Doğru. Hem de to'g'ri hamda bu pek haqiqatan muajiratdagi Uyg'urlar bo'lsin, vatandagi Uyg'urlar bo'lsin hammamizga og'ir zarba bo'ldi. Ham yana birisi Xitoyningki qayerda bo'lishundan qat'iy nazar biz seni tutib akilalaymiz deydigan bir hamda hisobda shundoq bir uchurni vatandagilarga bergandek bir ahvol bo'ldi. Endi qolgandan buni Ayni vaqtda men vatanda vaqtda 2014'da şu 108 Uyg'urni qaytırgan vaqtimi shundoq tuyg'u bergan albatta. Tutib ketdi degan xabar Xitoyning taratqularida tarqalgandan keyin ham butun jamiyatda shundoq bir umidsizlik kayfiyatimi shakllangan. Ayni vaqtda Xitoylar bularni chet eldagi Xitoy qarshi kuchlarningki yoki etkazchilarningki terrorchi tashkilotlarning zankashlikka uchrab chiqib ketgan degan shaklda tashviqot qilgan. Ularning ichidan ba'zi kishilarni so'zlatkizgan. Bu qatimmi o'xshash metodni qo'llandi. Ammo farqli tarafi oldin qatim ularni terrorlik gumondori sifatida ko'zlarini taqab qallasiga xalta kirgizib olib ketgan bo'lsa, bu qatim bular o olib ketilgan kishilarningki, ya'ni 40 Uyg'urningki umumiy ko'rinishini chiqarmadi hozirgacha, ko'rsatmadi. Ularni qanday olib ketganligini, qanday kiyinganligini, qanday muomalasini ko'rsatmadi. Faqat 2 yoki 3 kishini aeroplandan tushganda unuqib qoldi bilan kurashtirgan yoki uyda tamoq yegan o'ltirgan yerlarni ko'rsatish orqali hozir o'zining tashviqotini qilyapti. Yana Taylandningki hukumati ham o'xshash Xitoy bilan birlashib o'zining oqlaydigan tashviqotlarni birga olib beryapti. Masalan, Qashqarga Taylandningki istixborotning boshlig'i birga borgan. O rasmlarda ko'rinyapti. Ammo hozirmi Taylandda o'qituvchilarningki yoki xalqaroningki bismi bilan Tayland hukumati masalani tushuntirishga davomli majbur bo'lyapti.
Qaytırgan bolsak, başta biz Uygurlarni qaytarmaymiz yoki qaytarish niyetimiz yo'q. Bu davatkan Tayland hükümeti baş minister kabineti Uygurlarni mecburi yuşurun qaytarıp etkendan keyin ilan qilgan bayonotlarning hammasida ularni og'ili odam chiqmadi, hech bir davlat ega bo'lmadi, Xitoydan boshqa hech bir davlatga o'rlashtirish mumkin bo'lmadi. Shuni qanday qilamiz hamda biz 11 yil vaqtdoq yana ularni davomli beqiyveramdiq, bizniki beka pulimiz bormi? Shuni biz ularni Xitoy qaytaryapti, Xitoy ularga hech nima qilmaydiganligi kapolatlik berdi. Bizniki odamlarimiz billa katta o'rlashtirdi. Yana bizniki ministerlarimiz shu oldingi qatlarda berib ularni yo'qlab keladi degandek xabarlarni to'xtamay taqtibyotidi, so'zlayotidi. Yani Xitoy bilan Tayland hukumati erishkisi bu masalada shunday bir qarorga kelgan o'xshaydi. Butun dunyodan hozir bu Uyg'urlar qaytarilsa jankalashga uchraydi, da'vatidi. Shunga biz sizlarga qaytarib beraylik, sizlar ularni yaxshiroq o'rlashtiringlar. Shuning bilan sizlarmi g'arbniki yoki boshqalarniki Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilyotidi degan tashviq degan qarashiniki yoki shunday tashviqotiniki nimaligini, xatoligini isbotlagan bo'linglar. Sizlarmi buni foydalaninglar. Bizmi bu yukdan qutulaylik, shuning bilan bu masalani hal qilaylik degandek shaklda bular deyishga o'xshaydi qachon hozirgi chiqayotgan ko'rinishlardanchi. Xitoymi Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa ayblashtirdan keyin o'zini oqlashga muhtoj, to'xtamay Shinjong yaxshi joy degan tashviqotlarni qilayotgani bir necha yil bo'ldi. Mana hozirmi hamda bu Uyg'urlarni shu tashviqotning bir parchasi sifatida ishlatish orqali tashqi dunyoninki andishisiniki behuda ekanligini yoki uniki Jungoga atalmish Jungoga qarshi tashviqot ekanligini isbotlamoqchi bo'layotgan bir manzilni ko'rsatyapti bizga. Farq tashviqot materiali qilib ishlatishda farq yo'q oldin qatim bilan, ammo kishilarni muomala qilishda, ya'ni mediaga ko'rsatishda, bozorga selishda metod jihatdan farq bor. Oldin qatim qo'pol muomala qilgan bo'lsa, bu qatim nayti bir qutqizib olgan shaklda O'zbekning qaytib keldi. Endi yana birisiga Mao onun oldida İdris Hasanni Amerikaga olib ketilgandan keyin Uyg'urlarga biroz umid tug'ilgan bo'lgandi. Hamda buningga masalan davlatlar munosabati hisobda birga bir udil kep turib dush o'chilib degandek mash shaklda qilmasam bo'lmaydi. Masalan o'zining agar kuchini ko'rsatish uchun. Hamda buni ashunga qarshilik shaklda bir ilib berildi desakmi bo'lamdi yoki boshqa tushunishimiz kerak. Konkret qilib bir narsa deyamaymiz, shiksinki masalasiniki qandaq silishlik munosabati borligini-chu. Ammo İdris Hasanni Amerikaga olib ketganligi Xitoy talab qilgan ahvolda bu Xitoy uchun bir diplomatik mag'lubiyatdir. Shunga Xitoy Tayland Uyg'urlar masalasida yana Amerika bo'lib Marco Rubio biz ularni Xitoyga qaytarishga yo'l qo'ymaymiz degandan keyin Xitoy buni jiddiy bir diplomatik jangga aylantirgan bo'lishi va Taylanddan bu chaqqicha faqat yengil talab qilib qo'ygan bo'lsa, bu qatim jiddiy o'tirib qo'ygan bo'lish ehtimolligi nihoyatda yuqori. Chunki mayli Amerika olsun, mayli Xitoy olsun, 40 Uyg'ur ular uchun hech nima emas. Mayli Amerika taraf uchun bo'lsin, mayli Xitoy taraf uchun bo'lsin. Bularni mayli Xitoy atimo shu hozir erketganda ya to'lab qo'ydi, yoki qo'yib beradi, yoki o'ltiryapsimi Xitoy uchun u bir cho'ng'ish emas ham Xitoy davlati uchun. U demasam turmada 11 yildan buyon yetayotgan ojiz kasalcha insonlar ularchu. To'g'ri. Amerika uchunmi shu, Turkiya, masalan boshqa bir davlat uchunmi shu, u kishilarni qutqizib apasda davlatga qo'yib beradi, işte ular yo'qolib ketadi. Ya'ni demakki, uni taratqudan yo'qolib ketadi u gaplarchu. Bir davlat deganga necha million inson kirib chiqadi. Faqat har ikkisi uchun bu yerda bir nima masala bor-da endi. Mana obraz masalasi, innovatdan. Kuch ko'rsatish bu yerda, kuch ko'rsatish. Shunga Xitoyga nisbatan ularni qaytarib ketadiganligi bir xil Amerikaga, dunyoga o'zini ko'rsatib qo'yganlik
vatanda bizning xalqimizga Xitoy xalqiga o'zini ko'rsatib qo'yganlik, ya'ni kuch ko'rsatish. Ondan boshqa bir narsa yo'q. Shunga ularning hayoti cho'ng davlatlarning kuch ko'rsatish nimasiga aylanib qolgan ekan. Qutqarish, qaytirib ketish deganga o'xshashchu endi. Bundaq ahvolda Xitoy texmo kuchigan bo'lish ehtimolligi nihoyatda yuqori. Endi bu masalaga boshqa qo'shib qo'yadigan ya bo'lmasa bu shunchaki to'xtalasak. Bu masalaga boshqa qotadigan narsam yo'q. Men aytib Shunga hozirgacha buning qarta hech qanday Uyg'urcha bir narsani yozmadim. Yozg'im kelmadi. Chunki 11 yildan keyin o insonlarningki yer Xitoy qaytarilishini ichinishli yazsam nima deb yozaman. Dunyoning rayimsizligini yozamdim. Uyg'ur tashkilotlari iqtidorsizligini yozamdim. Torlarda hammadan bir-birini tanqidladi, bir-birini aybladi. Mencha ahamiyati yo'q. Chunki tashkilotlarning qo'ldan cho'ng bir ish kelmaydi bu masalada. Davlatlar o'rtasidagi munosabatning qurboni aylanib ketdi. U qarindoshlarimiz. Onun ustiga yillardan buyon bizningki xalqimizningki Uyg'ur tashkilotlarini qo'llash nisbati tayinliq o'zimiz bilamiz. Mayli badal puli topshirish bo'lsin yoki yig'inlar qatnashish yoki faoliyatlarga chaqiriq bo'lsa chiqish nisbati nihoyatda tuban. Bunday ahvolda o tashkilotlar nima qila oladi? Endi afsuslanib qilib bo'lyapti. Keyingi savolga o'tib ketaylik. Tashkilotlarning albatta yetersizligi bu jihatda mohiyatli harakat qilmaganligi yoki qo'ldan kelgan ishni mau keldi, mau kelmadi deb uchoq kishilarga ifoda bildirmaganligidek nurg'un nuqsonlar bor albatta. U ishlar emas bizning Uyg'urlarning chet eldagi faoliyatlarida nuqsonlar yetib borishdi. O'tgan haftada Istanbuldagi cho'ng tashkilotniki 5 jinsiy setchilikka chetilib Mushu ishlarniki davolg'ushi ichida biz Tailandliklarni unutib qoldik masalan bir ish ketdi-chu. To'g'ri. Ondan keyin bu Tailandliklarni qaytarib ketgandan keyin hammamizniki kallamizga so'q qo'ygandek bo'lib qoldik. Shu. O'to'g'liq bir narsaga yo'q ish qilib bizningki tashkilotlar yoki o'zimizniki nima haqida. Mencha madam o'zimizni yetarlik tanqidlab bo'ldi, yetarlik ayblab bo'ldi. Endi keyingi savolga kelsak, Trump bilan Zelenskiyninki talash tortishi o'tgan haftada. Bular ko'rishgan bo'ldi, ko'rishib Oqsaroyda ko'rishgandan keyin biroq tortishib bu biroz razillikka aylanib ketgandek bir ish bo'ldi hamda razil bo'lgandek. Ba'zi buningki urushib ketgan, kirishtirilgan videolarni ishlab chiqargan ko'rdim. Endi Trump'ninki chiqqandan keyin biroq asosan Rossiya tarafida turibroq, ondan Ukraina tarafini bekroq besib turib shekilli bir nima qilyotdi, o'zini ko'rsatyotdi. Endi buningga bu yerda nima sabablar bo'ldi? O'zingizning ko'z qarashingizni deb boqamsiz. Aslida Ukraina bilan Amerika o'rtasida shu urush to'xtatish o'rtasida cho'ng bir ixtilof bor. Bu ixtilof tugmay keldi. Trumpning taxtga chiqishi Ukrainaninki shirin xiyollarini so'g'uchilashtirdi. Biden hukumati bilan, ya'ni oldingi Amerika hukumati bilan Ukraina o'rtasidagi bexatarlik hamkorligi va strategiyalarining hammani axlat sandig'iga tashlagan bo'ldi. Shuning bilan Ukraina hukumati yangi Amerika hukumatiga moslashib bo'lmay yoki buni qoyil qilib bo'lmay mavjud o'ziniki planlarga, strategiyalarga bir qancha oy o'tdi. Ammo oldingi qatimqi shu necha kunning oldidagi Oqsaroyda Zelenskiy bilan Trump o'rtasidagi talash tortish oxirida Zelenskiyni Trumpning Oqsaroydan qo'g'lishi, Zelenskiyninki Amerikadan hech qanday to'xtam tuzmay qaytishi bu hamda o'rtadagi ixtilofni suv yuziga
çıkagandımı nayte set çıkadı. Bütün dünyaya diplomatiya tarixida bir rezillik yoki bir setçilik bo'lgan derecede o'ttirib chiqadi. Biz Amerika tarafidan alqishlangan o'rnidan turib necha minutlab chavak chilinib kutilingan prezident Zelenskiyninki bu qatim Amerikada nayte xo'rlanganligini ko'rdik. Mayli oldin qatim mayli Amerika parlamentlarida so'zlagan chog'da bo'lsin, Bayden hukumati mas'ulida mayli Bayden bilan ko'rishganda bo'lsin, NATOning boshqa yig'inlarida bo'lsin, Zelenskiy g'arbning bir qahramoni edi. Bütün g'arbga vakolatan Amerika va Yevropaga vakolatan Rossiyaga qarshi kurash qilayotgan bir kishiydi. Ammo bu qatim Amerikaninki yangi prezidenti Trump, muavin prezidenti J.D. Vance va boshqa uning atrofidagi muxbirlar Zelenskiyni xuddi bir lökchek, Amerikaning qaqti so'qti qilayotgan, Amerikaninki Rossiya bilan urush qilma deb Amerikadan pul undirib agar men Rossiyani to'sib qolmasam, ular kelib Yevropani va sizlarni besib oldi deb Amerikaga tahdid solayotgan, Amerikaga tashakkur etish o'rniga Amerikaga texmo besim qilayotgan, ish o'rgatayotgan bir kishi sifatida muomala qildi. Shuning bilan bu Amerika tarafidan azizlanib, hurmatlanib ko'ngan Zelenskiymi bu vaziyatga ko'namadi. Bundan hayronlik his qildi. Bütün dünyamı bundan hayronlik his qildi, cho'chidi. Amerikaning ittifoqdoshlari bo'libmi bu xil vaziyatni ko'rganligida naytda afsuslandi. Aslida plan bo'yicha qanday bo'lmoqchi edi? Zelenskiy Amerikaga berib, Amerika bilan Ukraina o'rtasidagi yerasti boyliqlar haqida kelishim tuzmoqchi edi. Hamda bu kelishimdan Zelenskiy memnun emasdi. Bu kelishim Trumpning zo'ri bilan tuzilayotgan bir kelishim edi. Chunki Trump biz Amerika hech qanday bedelsiz Ukrainaga necha yuz milliard yordam qildik. Ukraina bunun bedeliga bizga hech nima bermadi. Shunga Ukrainadagi yerasti boyliqlar bor, az uchraydigan qimmatli metal buyumlar bor. Bularni menga bersin deydi. Zelenskiy deydi, okey, bireyle ama bunun bedeliga bizga bexatarlik kapalati beringlar deyapti. Ve bexatarlik kapalati sifatida NATOga kirishni oldingi shart yoki talab qilib o'tirib qo'yapti. Biroq Amerika deydi, Trump deydi, ben seni NATOga olmayman. NATOga seni elib beshingni balaga tiqmayman. Sana bexatarlik kapalatımı bermeymen. Eğer birdiğin iş olsa bunu Avrupalık edersin. Ben sen için Ukrayna'ya askerimi evetmeymen. Eğer Ukrayna'ya tinchlik saqlash için bir kısmı evetadigan iş olsa bunu Avrupa devletleri evetsin. Ben fakat Rusya bilan sening o'rtog'ingdagi urushni to'xtatib qo'yman. Betaraf turib. Sen bucakçı bizning bergan yordamimiz uchun boyliqlaringni bizga bersa. Yoki boshqacharoq aytsak, bu boyliqlarni bizning shirkatlar mablag' solib ochadi, sotamiz. Bundan kirgan pulninki bir qismiga Ukrainani qayta qurish, Ukrainada vayron bo'lgan yerlarni qayta solish uchun ishlatamiz. Ya'ni men Baydenga o'xshash Amerikalik boj topshiruvchilarninki pulusini elib sana bermayman. Eğer birdigan ish olsa, sening boyliqingni qizib, uni setib, uningdan chiqqan kirimni yana sana bermayman deydi. Ya'ni bir savdogar kallasi bilan o'ylagan vaqtimizda naytim stratejik bir narsa yo'q. Rossiyani cheklash u bu degandek, ammo manfaat nuqtasini aytgan vaqtda naytim aqlani bir tedbir endi Trump'a nisbeten aytgan vaqtda. Ya biz bikadi yordam beramiz. Uning boyliqini biz ochiq qilib, sotili, xajlayli, undan kirgan pulni andan keyin birayli birdigan ish bo'lsa deydi. Endi Zelenskiy bexatarlik kapalati bo'lmagan ahvol ostida men Rossiya bilan kelishim tuzmayman yoki tuzgan kelishim
ishga yaramaydi. Biz 2014'ten burunmu kelishim tuzdik, 2014'ten keyinmi kelishim tuzdik. Ammo Rossiya har qatim kelishimni buzib hujum qildi. Shunga bu qatimmi kelishim tuzsak, yana Rossiya hujum qiladi. Shunga menga bir kapolat berilsin deydi. Trump deydi, bizning shirkatimizning korxonalarimizning Ukraina ziminiga kirganligining o'zi tangbirilgan bexatarlik kapolati. Bizning shirkatlarimiz shu yerda bo'lgan muddatcha Rossiya sanksiya qilinmaydi deydi. Zelensky deydi, yani Ukraina taraf deydi, bu yeterli kapolat bulamaydi. Ayni vaqtda Rossiya Kırım hücum qilgan vaqtda yoki Donetsk, Lugansk u yoq bu yoqqa hücum qilgan vaqtdami Amerika shirkatlari batdi shu yerda. Bu bizningki Amerika bilan tuzgan tunji kelishimimiz bo'lmaydi. Burunma kelishimimiz batdi. Amerika shirkatlari bizning boyliqlarimizni qizivyotdi, mablag' silyotdi. Lekin shuningga qaramay Rossiya hücum qildi va ularni qo'g'lab chiqaryapti. U rayonlardan chekindi. Shunga bu narsa kapolat bo'lmaydi deydi. Zelensky bununla Trump'ni ve J.D. Vance'ni qoyil qilishga tirishdi. Ammo Trump ve J.D. Vance buni Amerikaga ish o'rgatganlik. Sen nima yaptallik qilib, tulus jiqqa qilib ketding. Ben deganni qilsang bo'lmamdi deb ochiqlab u yerda Zelenskyni qiqayotgandan keyin medialarning oldida u yerda bir rahatsizlik chiqdi, huzursizlik chiqdi. Ahırda keyingi manzilni ko'rmadik medianinki keyinda bo'lgan ishlarni. Ammo keyingi xabarlar Trumpninki Zelenskyni Aqsaroydan qo'g'layotganligi, hatto yan ishxonada suhbatlashish va imzo qo'yishni kutib turayotgan yordamchilarga Aqsaroydan ayrilsanglar bo'ldi deb xabar yetganligini keyin xabarlardan o'qidik. Ondan keyin andin Zelensky Amerika'dan ayrılıp Angliyaga kelib, Angliyada Ukrayna boshliqlar yig'inida qatnashdi va u yerda yaxshi kutib olindi va Angliya, Fransiya, Kanada bu davlatlar Amerika bizning keyinimizda turmusi bo'lmaydi, ammo turgan taqdirda biz Ukraynaning keyinida turmaymiz, biz Ukraynani oxirigacha qo'llaymiz deb uningki izzatini qilib, ya'ni Rossiyaga Ukrayna'nın keyinde Amerika bo'lmasa biz bor degan uçurni berishga tirishdi. Yani bo'lgan ahvol. Ha, mishani bir savol kelib qoldik Allohga. Men bir nimani o'qigandim, Facebook'da bir tahlil o'qigandim. Agar nima, endi bu nemislar munosabatlik ham biroz munosabatsiz. Rossiya bilan biroz munosabatlik. Ayni vaqtda masalan siyosiy tarafga qaraydigan bo'lsak, ayni vaqtda biz Germaniyani cheklamagan, yaxshi cheklanmagan ekan bular bir qism yana oldi, uning keyindan yana bir qism yana oldi, uning keyindan Ikkinchi dunyo urushi partildi. Devatdi. To'g'ri. Shu endi bu yerdagi Rossiyani cheklash bilan shu vaqt Germaniyani cheklash bilan ikkisiniki tanglamasini bir-biriga o'xshash shaklda değerlendirgil bo'lamdi yoki Rossiya hozir cho'kayotgan kuch deb qaralayotgandan keyin unchalar belki u nimaniki Germaniyaniki ayni vaqtdagi bir kuchidek kuchlanib qayta nim qila oladigan bir holatga kelalamdi. Bunun qarta bir ko'z qarashingizni baqamsiz. He, sen degan ahvolni menimcha ko'rmalar yaxshi tushunmaydi. Shu men uni bir aziyaq yechib beray unda qolsa, sen savolni tashlading. Mujmal tashlading lekin. Amerikaninki hozirgi Rossiya Ukraina urushini to'xtatish tadbirini Rossiyaga xushomadchilik qilish deb qaraydiganlar sen degan qarashni o'tirib qo'ydi va shuni yaqlaydi. Masalan, hozir Amerikaninki Rossiya Ukraina urushini to'xtatish shakli qandoq? Oldi bilan bu yerdan boshlaylik. Trump hukumati deydi, 2014dan burungi chegara ketdi. Uning gapini qilmaymiz deydi. 2014dan keyingi besilangan rayonlar haqida murassani boshlaymiz deydi. Bu yerdan shu narsani chiqarish mumkin. Ukraina uchun Kırım yo'q degan gap hamda. Ya'ni 2014dan burungisi Kırım bu shu. 2014 Kırım yo'q.
Hem de 2014'ten burunqısının gipini mi qilmaymiz deydi hazır Amerikaço. Bunu Trump olsun, Amerika'nınki yeni Müdafiə Ministri Hegest olsun, hemmisi iniq davatıdı. 2014'ten burunqı çigiranın gipini qilish bu ameliyatga uygun emas. Endi 2014'ten keyinki besilingan rayonlar murassa qilinadi deydi. Bu deganning ma'nosi 2014'ten keyin besilingan rayonlarning hammasi qaytarilishi natayin degan gap. Kapoatga ega emas degan gap. Yani hozirgi Rossiya besib olgan 2014'ten keyin besib olgan zaminningki hammasi tamamen Rossiyaning bo'lmagan taqdirdimi, uning bir qismi Rossiyaning bo'ldi degan gap. Suhbatlashgan taqdirdimichi urushda. Aha. Bu şekilde kelishim tuziladi. Yani aldı bilan urush to'xtatamiz. Ben Rossiya bilan deyishdim. Sen bilanmi deyishyapman. Urush to'xtatamiz. Urush to'xtagandan keyin suhbatni boshlaymiz. Suhbatdan keyin shuni bilan kelishga yerda yarışımız deydi hamdicho. Kelishga yerda yarışıp urush to'xtatamiz. Ba'zi Rossiyada oldu, ba'zi senda qoldi. Shuni bilan agar sana bir bexatarlik kapolatı lazım bo'lsa, uni men bermayman. Uni Yevropa davlatlari bersin, askari chiqaramdi, pul chiqaramdi o'zining ishi. Men bu urushni mushta to'xtatmayman. Agar gapimni anglamasang, men sana yordamni qilmayman deydi. Mushu tufayli Zelenskiy bilan Trump takallashib qoldi, kelisholmay qaytdi. 3 kun, tunigun deyman, tunigun Amerika Ukraina qaratgan bütün harbiy yordamni to'xtatganligini jakaladi. Zelenskiy tinchlikqa tayyor emaskan, tayyor bo'lganda qaytib kelsin shu chog'da deyishilar. Men Ukraina tarafda turmayman. Rossiya va Ukrainaning orasini lilla betaraf qilib qo'yman. Agar xohlamasa urushib o'zi nima bo'lsa bo'lsin dedi. Amerikacho. Ukraina deydi, biz sen bilan ittifoqlash bo'lgandan keyin buni yordam qilib kelgandan keyin sen men tarafda turib qatnashsang bo'ladi deydi bu suhbatkicho. Men Yevropa ittifoqi, Amerika ve Rossiya to'rt taraf suhbatlashishimiz kerak deydi. Amerika deydi, yo'q men sen tarafda turib qatnashmayman. Men faqat sen bilan Rossiya o'rtasida bir taraf turma deydi hozircha. Şunun bilan chiqqan masalada ama Zelenskiy tunigun yozgan xatida yana Amerika bilan yarashishni xohlaydiganligini, kelishimga to'xtam qo'yishni xohlaydiganligini, imzo qo'yishni xohlaydiganligini aytgan o'xshaydi, xat yozibdi. Trump bugün nima parlamentda qilgan so'zidami buningdan to'xtaldi. Shunga biz aramizda ularning arasini hamda yaxshilanmaydi deyotgan ba'zi tahlilchilar. Qaraganda yana Trump ig'izda undaq degan bilan meni Ukraina bilan ishim yo'q deb. Yenilam bu Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi to'qinishda Amerikaning qochib qutulmayotgan majburiyati bor-ku. To'g'ri. Shunga yana tamamen qaydamaydigan o'xshaydi. Lekin bu ishlarda Trump yana tunigun Rossiya bilan telefonlashganligini, Rossiyaning tayyorligini o'sha to'xtatishga bundan bularni yarashtirmaya devam ediyor. Kalgınlık kurumuz. Boğan iş şu. Hem de Germaniya meselesi gelsek, Germaniya İkinci Dünya Savaşı'nın aldıda Avrupa'da küçüyüp etraftaki devletlerge kengaymeçilik kılışka başlagan. Şu çağda hazırki Çekoslovakiyanınki ismini unutup kaldı. Bir arılını besib olgan bulaçu. Besib olgan vaqtda Fransiya, Angliyalar Germaniyaga shu orolni bersak, shuning bilan bizga hujum qilishdan to'xtab qolsa debchu. To'g'ri. Deb buni e'tirof qilgan bir kelishim orqali e'tirof qilib bu orolni Germaniyaniki deb e'tirof qilgan. Bu xil siyosat xalqaro munosabatdan xushomat qilish yoki bo'lmasa ko'nglini elish siyosati deb qaraladi hamdichu. Appeasement deydi İngilizce. Yani xo'shal qilish, xo'sh qilish degan gap hamda. Yani ma'lum bir quturib ketgan kuchni xo'sh qilib, mamnun qilib
Tükünü yetişi ıslaş demdi. Ha, yetişir ıslap, onu razı kılış yani. Razı kılış desek boldu ekan bir hesapta. Şundaq bir razı kılış siyaseti hamda. Hani Trump'ның kılıvatqanımı dal şu xil siyaset davati doğamdı. Emniyette mi şundaq mı desem okşaydı hamda. Endi şu aynı vaqtdagi Chexoslovakiyaningki aralığını Germaniyaga berish siyosati, ya'ni Germaniyani qanoatlantirish siyosati Germaniyani to'sab qolgan bo'lsa, to'sab qololmagan. Germaniya qisqa vaqt ichida butun Yevropani besib olishga atlandi. Shunga o'xshash hozirgi deyilayotgan gapmi shu. Agar Rossiyani bu xil shaklda rozi qildigan ish bo'lsa, o chog'da Rossiya uzunga qolmay Ukrainani besib oldi, Polshani besib oldi, atrofdagi Gruziyalarning hammani besib oldi. Ya'ni Rossiya meni mohiyatlik darajada to'sadigan bir kuch yo'q ekan. Amerika Yevropani ishi qayta aralashmaydi ekan. Unda bo'lsa Fransiya, Angliyaliklar qo'rqudi ekan urushga kirishdan, Germanlar qo'rqudi ekan. Unda bo'lsa meningki o'limdan qo'rqmaydigan jangovar askarlarimning oldida, tanklarimning oldida hech kim turolmaydi ekan. Shunga men Moskvaga siqilib qolguncha bo'ldi. Yevropani igilay deyishdan to'sadigan narsa qolmaydi deydi. Mantiq shu. Ama Amerika bunu yeydigandek emas hozir bu xil ayıplaşlarni. Amerika deydi, men bilan Rossiyaning orasida cho'ng bir okean bor. Rossiya qancha bo'lsa Alyaskadan o'tib men hujum qilmaydi. Ukraina tarafdan hujum qildi, Yevropa qildi. Unda qolgandan keyin buni Yevropaning o'zinglar masalasini o'zinglar hal qilinglar. Men sizlar uchun endi xarjlaydigan pulim yo'q. Sizlar uchun endi o'ltiradigan askarim yo'q. Men o'zimninki chegarasini qo'g'dimasam bo'lmaydi, o'zimning xalqini boqmasam bo'lmaydi. Osiyo Tinch okean tarafda Xitoy qad ko'tarib, nihoyatda cho'ng bexatarlik tahdidi shakllantiryotidi geopolitikalik. Uningga taqobil turmasam bo'lmaydi. Shunga men endi Rossiya bilan yarashima, sizlar urushamsizlar, tilishamsizlar, o'zinglarning ishini davlat. Mening savolim yana javobsiz qolib qolgandek. Haqiqatan agar Rossiyaning o'shan besvog'idek bir nimasi bormi? Rossiyaningki u butun Yevropani besvog'ida kuch yo'q. Rossiya bir yadro davlati bo'lsa, Fransiya bir yadro davlati, Angliya bir yadro davlati. Ammo atrofdagi qo'shnilarni besvog'ida kuch albatta bor. Agar o'ylab baq, Amerika bilan Yevropaning kuchi bo'lmagan bo'lsa, yardım bo'lmagan bo'lsa, Ukraina bugungacha bardoshlik berdi. Yo'q. Bermaydi. Ukraina askarlari va xalqining qahramonligini hammamiz bilamiz. Bu xil qahramonlik, bu xil kurash qilish ro'yi bo'lmagan bo'lsa, Amerika Yevropaning yordamini berishga yaramaydi. Allaqachon taslim bo'lgan bo'ladi. To'g'ri. Ammo Ukraina askarlari har qancha qahramonlik ko'rsatgan taqdirdami, Amerika va Yevropaningki harbiy iqtisodiy yordam bo'lmagan bo'lsa, Ukraina bu chaqqa bardoshlik beramaydi. Bu aniq. Bunaqa ahvolda Rossiya o'z ichida qanchalik ojizlayotgan kuch bo'lishidan qat'iy nazar, o'zininki orbitasida eng cho'ng kuch. Shunga Rossiya o'zininki orbitasiga yoki hoylisiga Amerikani olsun, Yevropani olsun yaqin yo'latmayma degudek kuchga egami emasmi? Ega. Ukrainani alalaydi xalqa vaqtda, Gruziyani alalaydi. Agar alaydi desa atrofdagi Armeniyadek davlatlarni alalaydi. Agar O'rta Osiyodan ya'ni kengaymatsa O'rta Osiyo davlatlarini alalaydi. Masalan, O'rta Osiyodagi Turkiy Cumhuriyatlar Rossiyaga taqobilidek kuch bo'lmas davlatlarniki. Yo'q. Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston. Balki Moskvadan buyruq kelsa taslim bo'lib ketadi davlatlar qarshilik qilish tugul. Oldin qatim ko'rdik Qozog'istonningki naqadar ojizligini.
o'zining xalqidan chiqqan nimani qo'zg'olon demayli-da, namoyishni bostirolmay Rossiyadan askar kirdi emasmi? Shundaq-ku. To'g'ri. Shuni Rossiya nima ish qilolmaydi bu davlatlarni? Hozirgi ahvolda Amerika dunyoning xalqi yerga askar chiqarib, xalqam davlatni ololganga o'xshash kichik davlatlardan-chi. Rossiya ham ololaydi, Xitoy ham ololaydi. Agar Xitoy strategiya siyosatini o'zgartirib, hujum qilishni tanlasa, Xitoy qisqa mezgilda o'zining atrofidagi qo'shinlarni besib olaydi. Shaloq shuluqdek. O'tirasiyan shuning ichida. Shu Birma, Tayland, bu degandek, shu atrofdagi davlatlar bor-ku. Laos bu degandek. Xitoyning harbiy kuchi oldida ular bir peshbaga yaramaydi. Shunga o'xshash. Rossiyaning harbiy kuchi oldida atrofdagi kichik O'rta Osiyodagi davlatlar, Kavkazdagi davlatlar, Sharqiy Yevropadagi davlatlar putirab turolmaydi. Shunga bu xil ensirashninki logikalik asosi bormi desam, bor. Tamam. Undaq bo'lsa, buni mushunchalik to'xtalayli. Temizden hem çetildik hem çetlemedik degandek. Hem de üçüncü sual kelsek, yana muşuna öpçüyoruzda Amerika bilen Xitoyniki savdo urushi. Hem de necha kun burungi deyman, kechin ati va shu cho'ng ish bo'ldi deb Trump biraz yozgan hem de. Nim bo'lganini deb nim. 4-chilar. Ha. Tunugun. Tunuguna shuni bilan bokkida nimaga Kanadaga, Meksikaga boj qo'ygan bo'ldi. Hamda Xitoyga Raurus boj qo'yibdi. Bunda 20% boj qo'yibdi. 10% qo'ydi bu qator. 10% oldin qator bilan qo'shganda 20%. Shundan. Ha. Hammani qo'shsang 45% ga bordi. Oldin 5'da 25%, keyin 10'dan yani bu da yani 10'uncu algan bo'lib, shuna 45% boj qo'ydi deyilgan. Xitoy buning qarta bir boj qo'yib va yana boj qo'yishni o'ylashyapti-ku deyman, o'sha qartalik bojni oshirishni. Ha. Hamda nimaniki Amerikaninki masalan bu yerdagi Zelenskiyni Zelenskiy deyman-ku. Ma Ukrainani qurbon qilib deb turib Rossiyaning masalan urushda g'alaba qilgan shaklda masalan Rossiya tarafga o'tib ketishimi Xitoyni cheklash sababdanmi yoki boshqa sabablarmi bormi? Bularniki savdo urushi yana qanchalik davomlashishi mumkin? Texnik hozir shiddatli bir holat keldi. 45% deganlarni qarab urus bir bajamdi. Undan belakmi? Nim bo'yatdi onda. Oldi bilan nima? Birinchi savolim tamoyil baja haqidagi masalada hozir to'xtalib o'taylik. Ikkinchi savolimga javob beray. Amerika tunugun Xitoyga 10%, Kanada bilan Meksikaga 25%dan tamoyil bajini rasmiy ijro qilishga boshladi. Bu asli bir oy burun o'tirib qo'yilgan qarorda chiqarilgan qarorda ammo kechiktirilgan ijro qilinishi rasmiy ijro qilinishga boshladi. Shuning bilan hamda Amerikaninki o'zining ittifoqdoshi bo'lgan, yaqin qo'shnisi bo'lgan Kanada va Meksika bilan bo'lgan savdo urushi rasmiy boshlangan bo'ldi. Xitoy bilan bo'lgan savdo urushi hamda bu yengillik emas. Xitoy bilan Amerikaning savdo urushini 2015largacha keyinga tortish mumkin. Chunki oldingi qatim Trump hukumati birinchi qatim taxtga chiqqan vaqtda ham Xitoyga savdo urushini qo'zg'agan. To'g'ri. Biden hukumati ba'zi yenikletishlarni saqlab qolgan, ba'zi yenikletishlarni olib borgan bo'lsa-mu, ammo tamoyil bajini tamoman amaldan qoldirmagan. Ya'ni Xitoy bilan bo'lgan Amerika o'rtasidagi tamoyil baji to'qinishlari, kurashlari, andan Uyg'ur majburiy emgakiga nisbatan bo'lgan savdo embargolari Biden hukumati bo'yicha izchil davom qilib kelgan. Hamda Trump bularni saqlab qolgan asosda buning ustiga o'tgan oyning 4'da 10% boj qo'ygan Xitoydan keladigan butun mollarga. Hamda bu qatim yana tunugun yana 10% qo'ydi. Shuning bilan bu qatim Trump taxtga chiqqandan keyin Xitoy mollari qo'ygan
baş 20% bo'ldi. Aslidagi 25% atrofida deyman. Shuni bilan qatqanda hozir Xitoydan kelgan mallar qo'yiladigan baş 40%larga berib qoldi. Albatta bu yerda ba'zi sohalarga nisbatan az-to'la farq bor. Xitoy oldin qatim, ya'ni oldin qayda 15%lik tamojna beji bilan qaytarma zarb beradiganligini e'lon qilgan. Bu qatimmi yana o'xshash bayonot berdi. Xitoyninki Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Amerikaga rasmiy jang e'lon qildi. Savdo urushi qilmoqchimi, tamojna beji urushi qilmoqchimi yoki boshqa har qanday bir urush qilmoqchimi, nima ish qilmoqchi bo'lsangiz biz tayyor dedi Amerikaga. Har qanday urushga biz tayyor dedi. Agar gapni chiroyli deyishga qarshi bo'lsa, suhbat ustilik kelayli, chiroyli hal qilayli. Ammo fentanyl bu degandek masalani bahona qilib, bizni qaqti to'xta qildigan ish bo'lsa, biz har qanday urushga tayyor deb Xitoymi Shamshirni g'ilobdan chiqadi. Ya'ni 15% tamojna bejini qo'yimiz deyapti. Xitoy bilan bo'lgan bu xil savdo urushi yengillik bo'lmasimi, lekin yuqori pallaga qarab ketayotgandek. Ammo Amerika hukumatiga nisbatan taxi bu boshlanish. Trump bir qancha qatim dedi, mening eng yaxshi ko'radigan so'zlarimdan biri tamojna beji deydi. Tamojna beji tarif inglizcha. Bu tamojna beji degan gapni men bak yoqtirmayman deydi. Burunqi prezidentlar 4 o'g'achqa buni qo'llanmagan. Men aqlli o'g'achqa bu Qur'onni qo'llanaman. Da'vatidir. Shunga Amerikaga nisbatan bu tarafa boshlanish, ya'ni davomliq buning doirasini kengaytirganligining shartini beryapti. Taxi Yevropaga rasmiy qancha % qo'ydiganligini aniq demadi, Angliyaga taxi qanchalik qo'ydiganligini aniq demadi. Ammo da'vatida Yevropaga pat arda keladi. Angliya bilan bo'lgan masalani bir yo'lda hal qilsak bo'lmaydi. Bir yo'l chiqib qolar da'vatida Angliyaga biroz kamchilik bor. Ama Yevropaga keldi da'vatidir. Demak, Trump'ninki davri savdo urushi bo'lib turgan bir davr bo'ldigandek qiladi. Oldin qatim shunday bo'lgan. Endi Ukrainadan voz kechib, Rossiya bilan yarışib, Xitoyni cheklamoqchi desam, Amerika tarafininki rasmiy so'zlariga qarasak, hukumat tarafininki odamlarninki, mayli Trump bo'lsin yoki davlat mudofaa ministrligi heyetininki yoki muavin prezident J.D. Vance'ning gaplariga qarasak, shundoqdek. J.D. Vance Angliya, Germaniyadagi bexatarlik yig'indimi Yevropaliklarga shuni aniq dedi. Ukrainaning to'disini sil chiqinglar. Uzanlar qo'ydinglar, biz Xitoyga taqobil qilmasak bo'lmaydi. Xitoy hozir eshib ketdi dedi. Qirg'iziston ochiq NATOning yig'inida dedi. Yevropaning chiqimini Yevropa o'zi ko'tarish kerak. NATO eng az NATO davlatlari eng az mudofaa hamjotini 5% ga chiqarish kerak. Amerikaninki bundan keyin Yevropani qo'g'daydigan, Yevropaga jab askar chiqaradigan vaqt yetmaydi. Biz NATOdan ayrilmaymiz, NATOga sodiq qolamiz. Ammo NATOning egri yukini biz ko'tarmaymiz dedi. Bulardan qarasak hamda Rossiya bilan munosabatni yaxshilab, Rossiyaga qartilgan jazoni to'xtatdi hozir. To'g'ri. Boshqa ahvollarni umumyuzlik hal qilmoqchi. Rossiya bilan munosabatni yaxshilab, Xitoyga taqobil turish bir istiki bordek, niyati bordek. Ammo men shaxsan o'zimning kuzatishi yoki boshqa analiz tahlillarningki mazmuniga asosan kelgan tushuncham, kelgan qarorim. Menimcha Amerikaninki Rossiyani yeniga tortib, Xitoyni umumyuzlik cheklashdek mundaq bir strategiyasi yo'q. Gerçi sözde bo'lsa-mu bu xil gaplarchi. Yevropadan o'zini qochirish, Ukrainaning yukini Yevropaga otish,
Rossiya bilan munosabatni yaxshilash uchun bir bahonadek ishlatiyotidu bu so'zni shu Amerikaniki siyosiy yo'llari. Ammo mohiyatda Amerikaniki Rossiyani yanıga tortib Xitoyni cheklashdek bir strategiyasi niyati bormi desang, meningcha shundaq bir orzusi bo'lsa-mu, lekin strategik bundaq bir plani yo'q deb o'ylayman. Amerikaniki hozir qilayotgani, Trumpniki va uning atrofidagi sabdoshlarining qilayotgani da'vatqanlardan farqli bu jihatda. Chunki bularning hozirgi qilayotgan harakati Rossiya va boshqa ittifoqdoshlarini yeniga olib Xitoyni cheklashdek bir strategiyalik bir nishondan bekrak Amerikani yolg'iz egri yuklardan qutuldirib qudrat topqizish va kuchaytirishdan iborat bir tarafga qarab ketayotgandek. Agar ishlar shu tariqada taraqqiy qilsa, u chog'da Xitoymi Amerika taqobil turadigan birdan bir taraf bo'lmay qoladi. Uning o'rniga Xitoymi xuddi Rossiyaga o'xshash, Yevropaga o'xshash Amerika muomala qiladigan bir tarafga aylandi. Nima deyotganimni tushunayotgansan? Yana o chog'da Amerika bular bilan boshqalar bilan birlashib Xitoyni betaraf qilish emas, balki har qaysi kuchlar bilan muvofiq orliq saqlab hamkorlashish orqali o'zini qudrat topqizish, ya'ni Xitoyni xalqarodagi novchilardan bir novchi deb qabul qilish va o'zini bo'lsa hammadan bakrak novchi qilish. Bundaq bo'lgan vaqtda Xitoyni o'zidan oshirib o'tmaslik uchun cheklaydi. Ammo o'zidan oshirib o'tmaslik uchun cheklaydi. Ama başkalardan eşip gitişi yoki boshqalar bilan birlashib uni yo'qotib o'tishni o'ylab ketmaydi. Chunki uning bedeli egri bo'ladi. Hatto bu xil ahvol taraqqiy qilganda xuddi bugun Rossiya uchun Ukrainani setayotganda kelgusida Tayvanni Xitoyga setib o'tadi. Chunki Xitoy bilan cho'ng munosabatlarni bartaraf qilish uchun kichik manfaatlardan kechish kerak endi-ku. To'g'ri. Masalan, Xitoymi bir cho'ng kuch deb qabul qilinsa, u chog'da uningki hovlisidagi, uning atrofidagi, orbitasidagi kichik davlatlarni Amerika Xitoyning manfaat doirasi deb qabul qilish kerak. Shundaqmi? Shunaqa. Bo'lmasa birisi-birisiningki hovlisiga, birisi-birisining oilasining ishiga aralashsa, u chog'da cho'nglar bilan munosabatni yaxshi yurgizgili olmaydi. Masalan, men sening balang bilan hamkorlashib sana qarshi tursam, sen albatta balangni ursa, men bilan bu qarshilashirsan. Shundaqmi? To'g'ri. Mening balamni quturatdi deb menga hujum qilsa, balangni dushman bilan birlashdi deb xoin deb ursa, shunga o'xshash gap. Shunga Amerikaning qilayotgani bakrak aloqa betaraf turish siyosati, dunyoning ishlaridan o'zini tortish siyosati, bakrak o'zini kuchaytirish siyosati va o'zining kuchayotgan doirada ta'sir doirasini nufuzini kuchaytirish siyosati. Yani mundaqcha aytgan vaqtda zamonaviy bir mustamlikachilik yoki zamonaviy bir zo'migarlikningki yoki Amerikaning ikkinchi dunyo urushidan keyingi dunyoviy hukmronligini bir xil ustunlik, rahbarlik deb atsak, hamda hozirdan boshlab amalga oshish ehtimoli bo'lganini bir xil zo'ravonlik, muttahamlik yoki-chu. Muttahamlik deb atash mumkin. Masalan, u da'vatida masalan Greenlandni olaman deydi, Kanadani olaman deydi, Panamani olaman deydi. Demak, bu yerlarning hammasi ojiz yerlar. Masalan, Amerika balki bir hujum bilan Kanadani ola oladi. Hozir askar yo'tkimaymi Greenlandni ola oladi. Masalan, Greenlandni Amerika ilvasi Daniyani u yerga askar chiqargandek kuchi bormi? Yo'q. Yo'q. Agar NATO aralashmagan ahvolda yo'q.
U yerda Amerikaning bazasi var. O Panama'nı alalaydı aynı vaqtda Panama'nı nimaga nima o O'zbek. davlat nima o davlatning ismi Panama mı ya? Nima? Yo'q. Meksika emas. Yo'q, ismi Nima? bir narsa. Kuba yo'q. Kuba emas. Shu davlatga Amerika bergan. Yani uni qaytarib olsa alalaydi. Demakchi o'g'lim nima deganda kuchi yetganlarni buzaq qila oladi, ammo Rossiya kelgan chog'da yumshoq. Ko'rdik, Ukrainani Rossiyaga qurbon qilyapti. Xitoygami qattiq turuq gap qilishdan o'zini tortyapti Tramp. Albatta Saudiya embargosi uni buni qo'yyapti-da. Ammo Xitoy bilan janjong etishmaydi. Ya'ni ishonchim komilki Shi Jinpingga hargiz Zelenskiy qilgan muomalani qilmaydi. Zelenskiyga nima uchun shunday muomala qildi? Chunki ojiz. Uchiq deyapti-da, sening qo'lingda kartang yo'q deb. Sen yengiliyapsan, sening kuching yetmayapti-da, shunga nimaga tanbamaysan? Nimaga no'chilik qilasan sen? Soltek deydi. Shunga shu men gumonlanaman. Ya'ni Xitoy Rossiya bilan belashib, Xitoyni cheklash bir strategiyasi plani borligidan. Shunday bir arzu istaklari bo'lsa-mu, lekin yurgizayotgan siyosatlardan o xil natijaga yetolmaydi deb Qaralishi. qarayman. Ha, yetolmaydi deb qarayman. Boshqa qo'shib qo'ydigan yer bormi? Yo'q, so'dirishi davomlashadi shu. Endi olsa biz yana davomli kuzatimiz oldimizda, agar buni aloqador bir narsalar bo'lsa yana to'xtalamiz. Endi yana Turkiyamizga qaytib kelaylik. Qaytadan. Abdullah Öcalan'ın kimi yani PKK'nın qurg'uvchisi. Endi qilib hozir PKK'ni bedelini mesela qurol tashlashga chaqiriq qilgan bo'ldi. Endi bunun qarta sizning ko'z qarashlaringiz qandayroq? Asli o'zi qurdi, endi oxirgi kelgan vaqtda mesela Öcalan qurol tashlashga chaqirdi. Türkiye bununla mesela nimeler bilen anlaşkan buluş mümkün, nimelerini belgen buluş mümkün sizce bu karara geleliş için? Şu sen degandek Abdullah Öcalan Türkiye'ninki türmesinde maxsus türmede İmralı'da tutulayotgan bir mahbus PKK teşkilatınınki qurg'uvchisi. PKK nurg'un kishilar bilishi mumkin, bilmaydiganlar bo'lishi mumkin. Komünist ideologiyadagi Marksist bir qurolliq tashkilot, Kürtlarni azod qilishni, Kürtlardan bir davlat qurishni nishon qilgan bir tashkilot. 70-yillarda qurilgan, Turkiyaga qarshi qurolliq kurash qilib kelgan hozirgacha. Bu tashkilotningki asosli bazasi Qandil deb ataladigan shu Iran Turkiya chegarasidagi bir tog'. Bu tog'liq rayonga Turkiya pat-pat harbiy harakat bordi, bombardimon qiladi. Ama bular şu yerde mevcutluğunu saqlab kelgilik, chunki Kürtlar yoki Uyg'urcha Kurtlar deydi ekan vatanda. Biz mana Turkiyada Kürtlar deb ko'nib qoldik. Kurtlar shu 30 millionga yaqin nufusi bor Iroq, Turkiya, Suriya va Iron 4 davlatga chechilib ketgan bir millat. Şu bu PKK'ninkimi shu davlatlarning hammasida tarmoqlari bor. Bu teşkilatni qurgan. Bu teşkilat Türkiye tarafından bu bastırışa uçurab keliglik, Türkiye'ye qarshi kurash qilib keliglik. Ondan keyin Iroqda Saddam davrida ularni yana bastırdi. Keyin Saddamdan keyin Kürtlar avtonom rayon qurgandan keyin shu Kürtlarni bastırdigan bo'ldi endi-chi. Iroqdagi Kürt avtonom rayoniniki boshlig'i Barzani ular Turkiya bilan munosabati yaxshi. Shunga u tashkilotlardan ular aloqasini uzuklik. Undan boshqa Iran bilan ularning to'qinishi bor. Suriyada ularningki qanotlari yoki tarmoqlari shu Suriyada Arab bahri portlagandan keyin allaqachon qurolli bo'lib Daeshga qarshi kurash qildi va bu jarayonda Amerikaning qo'llashiga erishib
bular qurolliq kuchga aylandi. Hozir endi u yerda 60-70 ming kishilik Kürt qurolliq askarlari bor. Bular Iroq, Suriyaniki sharq shimolida bir avtonom rayon qurib, shu yerni boshqarib kelyotidi. Bularni texas Suriya markaziy hukumati rasmiy e'tirof qilgani yo'q avtonom rayonda. Ammo bularni bevosita kontrolligiga olalig'ini yo'q. Hozir Amerika bularni qo'llayotidi. Bularning kelgusi aniqsiz. Oldingi programmalarda o'tgandek, bular tamoman Suriya markaziy hukumatiga topshirib berilishi mumkin. Turkiya besib kirib, ularni nima qilishi mumkin, besiqtirishi mumkin. Yoki Suriya markaziy hukumati bilan ular kelishish orqali bir avtonom rayonga ega bo'lishi mumkin. Buni Turkiya ham qabul qilishi mumkin. Bu mumkinliklarning hammasi ko'p tarafli omillarga bog'liq. Eng cho'ngi Amerikaning pozitsiyasi bu yerda. Amerika bu jihatda oldingi Bayden hukumati Turkiyani hujum qilishdan to'sib qoldi. Turkiya Bayden taxtdan tushib, Trump chiqib bo'lgan bo'lgan fursatda bu yerga hujum qilishni planlagan, ammo Bayden hukumatining eng oxirgi kunlargacha, hatto Blinken Turkiyaga ogohlantiruvchi yana qattiq tushuntirilish natijasida bu ish Trumpga qoldi. Endi Trumpning pozitsiyasi daha aniqsiz. Shunga buni kuzatamiz. Endi Abdullah Öcalan'ınki meselesi kelsak, Abdullah Öcalan'ı 99'da deyman. Suriye'den kaçıp Suriye bilan Türkiye kelishim turgandan keyin Suriye qo'g'lab chiqadi bu kishini. Burun Suriye dedi. Suriye'de turib Türkiye'ye qarshi kurashdagi yoki terrorlik hujumlarga rahbarlik qiladi. Shuning bilan bu Suriye qo'g'lab chiqargandan keyin Gretsiyaga borib, Gretsiyadan Italiyaga borib, Italiyadan yana Gretsiyaga kelib, oxirida bu Marokashda o'dayman. Yo'q, Marokash emas, boshqa bir davlat tamom esimdan chiqib qoldi. Ishqilib Afrikadagi bir davlatdan Gollandiyaga menish oldida buni Turkiyaga setyapti g'arb istixborot tarmoqlari. Buni keng e'tirof qilingan qarash Amerika va Yevropa birlashib Turkiyaga tutib berdi deb qaraladi. Gollandiyadagi ma'noda deb ayblangan Turkiyaning ayblaniga sab shuning bilan Turkiyaning soqchilari tutib Turkiyaga qaytarib keldi. Shundan keyin muddatsiz qamoq jazosi bilan turmada. Ammo bu turmada bo'lsa-mu, lekin Turkiyada siyosiy Kürt hareketininki siyosiy qanoti bo'lgan shu HDP yoki hozirgi Dem Parti, undan boshqa bu hareketninki harbiy qanoti bo'lgan shu PKK, undan boshqa buningdan ayrilib chiqqan Türkiye hükümeti şunun tarmaqı deb qarayotgan, ammo o'zi biz ayrim ular bilan bir emas deyotgan hozirgi Suriyadagi SDG, Suriya Demokratik Kuchları, yana 60-70 ming kishilik qo'shinligiga bu Kürt qurolliqlari hammasininki ma'naviy bir aksi endi bu. Abdullah Öcalan'cho. Bunu Türkiye terrorchi deydi, xalqaro terrorchi deydi. Ammo Kürtlarning ichida mayli siyosiy qanti bo'lsin, mayli harbiy qanti bo'lsin, bunga nisbatan bir ma'naviy yetakchi sifatida muomala qiladi. Shuning uchun Turkiyada bu shaxs endi siyosatda qo'llaniladigan bir material sifatida ishlatilib kelgan. Oldin qatimliq saylovlardami Kürtlarning ovozini elish uchun hukumat buningki xatni, maktubni Turkiyaning davlatlik radio televiziya kanallarida o'qitgan. Ondan başqa yana partiyalar bir-biriga hujum qilgandimi shu bu partiya bular bilan bo'lgan munosabatni dastlab qilib hujum qilishdi. Sen terrorlik bilan birlashding, terrorchini qo'llading deydi. Sen terrorchi bilan birlashding deydi. Ashtaq bir-biriga hujum qilish uchunmi ishlatiladigan, bir-birini qo'llash uchun ishlatiladigan bir shaxs bu endi. Endi bu PKK bilan, ya'ni Turkiyadagi qurolliq Kürtlar bilan Türkiye davlati o'rtasidagi bu to'qinish 70-yillardan boshlanib hozirgacha 20-30 ming odam o'ldi. Her ikki tarafdan bu ig'ir bir jarohatga aylangan. Bu masalani hozirgi Oq partiya hukumati hal qilaman deb 2010'larda bir qatim suhbat boshlagan.
Şu vaqtda Erdoğan'ınki saylam va'dalari va Erdoğan'ınki izchil tashabbusidan biri edi. Men Turkiyani terrorsizlashtirma, Kürtlar bilan munosabatni yaxshilayman deb. Ammo u vaqtda mag'lub bo'ldi. Gunohni shu vaqtdagi mayli PKK olsun yoki boshqa Kürt partiyalar olsun hukumatga atdi. Hukumat samimiy bo'lmadi deb. Hukumat ularga atdi. Ular samimiy bo'lmadi, bizni oldida, go'lladi deb. Shuning bilan bu suhbat to'xtab qolgan. Endi bu suhbatda kim kimni oldi deb bu bana noma'lum, ammo asosiy omil nima deganda xalq qo'llamagan shu vaqtda. Turkiya xalqi qo'llamagan. Vaqtda hozirgi hukumatning ittifoqdoshi bo'lgan Millat Hareket Partiyasi bunga butun kuch bilan qarshi turgan. Shuning uchun hukumatmi bu ishdan o'zini qochirib, bu ishninki gunohini oradagi orcha yo'l manganlarga otib qo'yib qutulgan. Endi bu qatim mushu ayning 28da Abdullah Öcalan o'zining PKK tashkilotiga va uning tarmoqlariga rasmiy bir bayonot e'lon qildi. Bularni qurol tashlashga chaqirdi, Turkiya hukumati bilan yarashishga da'vat qildi va buning mas'uliyatini o'z ustiga olganligini e'lon qildi. Bu chaqiriqninki qilinganligi haqida bir necha oydan buyon turk medialari nihoyatda bas-basda munozaralarni qilishgan, xabarlarni qilishgan. Hukumat bilan Turkiyadagi Kürt siyosiy partiyalarininki bu masala ustida bir yildan buyon yushurun aloq qilayotganligi, kurashayotganligi so'zlanib kelingan bir ahvol. Bu jarayonda oshkora Kürt siyosiy partiyaninki vakillari turmaga 2 qatim, 3 qatim berib kurashib kelgan, har qatimda kelganda ba'zi detallarni, ba'zi tafsilotlarni taratqularga oshkorlagan. Endi bu meningcha bo'lganda endi Turkiyaninki tarixidagi, bo'lib yaqingi zaman bexatarlik tarixidagi cho'ng bir hodisa hisoblanadi. Agar Abdullah Öcalanning chaqiriqi haqiqatan amaliyotga aylanib PKK qurol tashlasa, Turkiya hukumati bilan bo'lgan siyosiy suhbat boshlansa, bu tashkilotninki tuvan darajalik askarlari qurol tashlab afv qilinsa, turmadagi odamlari kechirim qilinib qo'yib berilsa va yuqori kattaboshlari siyosiy partiyaga qatilsa, mavjud siyosiy partiyalarga qatilamdi yoki o'z oldiga partiya quramdi, qatilsa yoki hech bo'lmaganda hamdaliqi normal fuqaro qatorida yashash imkoniyatiga erishsa, umuman bir kechirim orqali Turkiya cho'ng bir balodan qutulgan bo'ladi va Kürtlar bilan turklar o'rtasidagi bu qon davosimi chiroyli hal qilingan bo'ladi. Ammo bu ishlar ko'ngildagidek davom qilamdi. Buningga hozircha bir narsa deyish baldur. Endi nima uchun bu ish endi yuz beradi yoki buningda hukumatning nima manfaati va Kürt PKK'ninki nima manfaati bor desam, mening shaxsan qarashim endi bu yerda bir qancha omil bor. Hozir bu ishlarninki yuz berishidichu endi. Birinchidan cho'ng jihatdan geopolitik o'zgarish o'tirishyapti. Bo'libmi Amerikaninki rayondan o'zini tortishga boshlashi. Ondan keyin Suriyada Asad hokimiyatining yiqilib, u yerda Turkiyaga beqinib qolgan yoki Turkiyaninki qo'llashida boshqa turib chiqqan bir HTŞ tashkilotninki hokimiyatini elishi. Ondan keyin u yerda Amerika kontrolidagi yoki yordamidagi 60-70 ming kishilik qo'shinga ega Kürtlarninki avtonom rayon bo'lib o'tirg'i chiqishi. İsrailiyaninki Suriyadagi Kürtlar bilan Alaviylar va boshqa Druziylarni markaziy hukumatdan ayirib, ayrim bir federal yoki avtonom rayon sifatida saqlashga urinayotganligi va ularni ittifoqdosh sifatida ko'rayotganligi. Turkiya bilan İsrailiyaninki har qachon tutishib qilish ehtimolligininki burunqiga qaraganda nihoyatda cho'ng ekanligi
Çünkü burun neçe olmaganda arada Suriye battı demdiço. Doğru. İsrail'e mi düşman, Türkiye'ye mi rakip. Ama hazır Türkiye'ye tayinip kalan İsrail'e tamamen düşman boğan bir vakıflı hükümet var hazır Suriye'de. Hı hı. Bu eteşini Türkiye özünün ittifakdaşı hukusu görgen bilen İsrail'e hazır cihat terörçü dep karaydı. Yani bundaq bir ahvalda Türkiye bu Kürt meselesine çıraylı kalkılışını oyuldu dep oylayım ha. İki cihetten çoğamda. Doğru. Özününki uzun kelgüsü menfaatini oylap, geopolitik cihetten. Hem de PKK'ya gelsek, PKK'nın bu xalqaranın qo'llashdan ayrılıp qolgani uzun bo'ldi. Çünkü bu asli komünist bir teşkilat. Sovet devrinde kurulgan. Ama Sovet yıkıldı. Komünizm ideologiyasındaki cihanda bazır kalmadı. Hazır hem de Amerika Ottoçılıktan çekinse bularını yine kollaştın taşlap koydu diyen gap. Onda boğandaki bularının Türkiye'deki bir devlet ölen uruşup galba kılış mümkünçülüğü yok. Bunun tamamen bence Öcalan olsun ya ki PKK'nın başka haberleri olsun hem fikir. Türkiye ile kuralla karşılaşıp yenemeydi Türkiye'nin çok. Doğru. Hem Türkiye'de Kürtler siyasi süpütede hükümetki katlaşıvatkan, sisteme katlaşıvatkan, sayılam katlaşıvatkan bir ahvalda kurallık bir teşkilatının ki hayatı gücü yok. O Kürtlerin içi de o derecede kollaşı yok hazır çok. Şuna ular için bu yaxşı bir fırsat. Normal hayatı kayıtıp normal siyasi haklarını talep kılış için. Şuna bu yolga kirdi dep oylayım her işkilisine. Bu çoğun cihetteki geopolitik özgürlüş. Hem de içki siyasetlik gelsek menimce AK Parti'ye hükümeti 2028'deki saylamda hazırki üzününki kolluğuçuları ve ittifakdaşı olan Milletçi Hareket Partisi'ninki kolluğu bilen tutanmaydıganlığı nayit inek. Türkiye'deki bütün el-ray tekşürüş nemeleri de hazır AK Parti'ye ikinci. Cumhuriyet Halk Partisi birinci çıkıvatıdı. Doğru. Devlet başlıklık sayılam tekşürüş neticeleri de olsa Erdoğan hazır Cumhuriyet Halk Partisi'ninki bolgusu ve namzat olan Meyli Mansur Yavaş olsun ya ki Ekrem İmamoğlu her ikisi jinglevatıdı çok. Doğru. Bunda ahvalda menimce AK Parti'ye hükümeti Milletçi Hareket Partisi ile birleşip bu Kürt meselesini hal kılış arkalık Türkiye'deki Kürt siyasi partilerini yeni tartıp 2028'deki sayılamda Kürtlerin avazını mı üzüge kıtışı arkalık hakimiyetini saklap kalış. Çünkü Kürtlerinki bilimiz 10% tarafında avazı var. Bu 10%'ni katla vakitte yine mutlak üstünlükle tutudu Erdoğan. Erdoğan çıkmayı başka bir namzat çıkan takdirde ama yine tutudu diyen gap. Şuna bu iki siyasi ihtiyaç. Bu hükümet tarafından boğan ihtiyaç dep qarayma. Andikin Kürtler tarafından boğan ihtiyacını aytkanda Türkiye'deki Kürt siyasi partilerninki bu Kürt meselesini hal kılış yoki türmedeki üzünki adamlarını kutkuzuş Katarlık stratejisi yıllardan bu yan Öktüçü Partiye yani en çok Öktüçü Partiye olan Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşip hakimiyetine iliş arkalık andın hal kılmak için bulaçı. Karsan aldığı iki katımlık sayılandı doğallık HDP CHP'ni kolladıcı AK Parti'ye karşı. Ama her işkilisi jingildi. Şunun bilen bu Kürt siyasi hareketidekiler mi ümitsizlendi. Yani hazırki mevcut hakimiyetini örüştün bek ümidi yok bulanıcı. Doğru. Yani 2028'de öğrenmemde hazır karmakı öğreydiğinde kürnüvatıdı ama
Yana ularninki jiq ümidi yo'q, chunki oldin qatimda Erdo'g'anni cho'qim jingimiz deb o'ylagan, ammo jingolmadi. Salahiddin Demirtaş yana Kürt partiyaniki boshlig'i 9 yildan buyon turmada yataqliq masdanchu. Öcalan 25 yıldan buyon turmada, nurg'un kishilar yana turmada. Yana o'qituvchi partiyalar bilan birlashib bu ishni hal qilolmagan ekan. Hem o'qituvchi partiyalarniki bu terrorlik masalalardan qo'rqib, bu xil masalalarni qo'lga olishdanmi eymindiganligini hammamiz bilamiz. Chunki agar bu ishni MHP yoki AK Parti emas, agar CHP boshqa partiya o'tirib qo'ygan bo'lsa, bu chaqqa hukumat ularni tutib sulg'an bo'ladi demasdanchu. Yoki hukumat medialari taratqullari ularni terrorist tashkilotni qo'lladi deb olamni ma'lum qilgan bo'ladi. Ya'ni bu ishni ularning qilolmaydiganligini hammamiz bilamiz hamdachu. To'g'ri. Shunga bu qo'l kuydigan, tusi qo'l kuydigan bu ishni, ya'ni terrorchi bir tashkilotni davlat bilan yarashtiradigan, qurol tashlatadigan, normal siyosat qaytaradigan bu ishni Turkiyada qila oladigan birdan bir shaxs hammamiz bilamiz Erdo'g'an. Erdo'g'anga bu ishni qilishda yordamlasha oladigan birdan bir shaxs Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin boshlig'i. Bu ikisi ham qila oladi buni. Chunki qarshi turadiganlar mushul emasmi vaqti kelsa? To'g'ri. Bir ishni qarshi turadigan odam qila oladi hamdachu. Shunga Kürt siyosiy harakatidagilarmi, mayli PKK'dagilarmi bu ishninki hal qila oladigan tuguninki mushu hukumat ekanligini ko'rib yetiglik. Şuna biz muşlar bilan hal qilayli. 2028'de muşlar saylansın mı saylansın. Baribir qaysi saylansa biz saylanmagan ekan. Biz bu ishni muşlar bilan hal qilayli deb o'yladi deb qaradim. Endi bir savol tug'ildi shu tarmoq savol. Bu Abdullah Öcalan'ninki nimasiga buning deymiz chaqiriqqa PKK yoki PYD ovoz qo'shamdi. Bu savol Türkiye'de uzundan buyon so'rilib keldi. Yani Abdullah Öcalan chaqiriq qilsa ovoz qo'shamdi, qo'shmamdi debchi. Endi hozirgacha 28-yilda Öcalanning chaqiriqi e'lon qilindi. Hozirgacha PKK'ninki markazidan biz Öcalanning buyrug'iga bo'ysunamiz. Bizniki qurultayimizni ochib qurol tashlashni qaror qilamiz degan bayonot e'lon qilindi. Ya'ni Kandil shu PKK'ning markazi joylashgan joy Öcalanning buyrug'iga bo'ysundiganligini jakoladi. Ama Suriye'deki YPG, yani Suriye Demokratik Partisi yakununki kurallı kısmı olan Suriye Demokratik Güçleri. Bu bizle münasibetsiz dedi. Türkiye'ninki hazır taratkuları da bu meselede bir mücmellik var. Hatta Kürt siyasi partilerinki bayanatlardan mücmellik var. Bazısı deydi Suriye'dekilerini öz içine aldı deydi, bazısı deydi öz içine almaydı deydi. Menimki şahsen hem de özümünki düşüncesi bence Suriye'dekilerini öz içine almaydı. Suriye'deki Kürtlerin komandanı inik kılıp bu PKK'ga kartılgan çakırık biz PKK emez şuna biz bununla hürmet kılımız ama biz bununla ra'y qilishga hacet emas dedi. Yani biz kirmaymiz onun içine dedi çağırma içine. Bunu iniq dedi. Türkiye'deki de olsa mücmellik bazıgıca. Hükümet taraf ulanı ölçüye aldı degandek şart biri vardı. Öktüçilerdeki yani ulanı kural taşlat kuzanmayısı siz uyan oynamakçı mı degandek eyipleştirge kartaçı. Ama benim şahsen karışım Türkiye'ye qaratılgan hücumda to'xtatilgan Türkiye'ye karşı kurallık şu PKK deb g'o'li hesaplangan teşkilatni o'z ichiga oldi deb o'ylayman va mushula
hem chaqiriqning obyektimi shular. Türkiye bilan bo'lgan munosabatda qurol tashlaydiganlarmi shular deb qarayman. Apu qilinadiganlarmi shular vaqti kelsa. Shu. Hamda Suriyadagi masala mencha kirmaydi. Çünkü ular Suriye fuqarosi birinchidan, o Türkiye fuqarosi emas. Shunga o Türkiye bilan bo'lgan munosabat bilan ular bilan bo'lgan munosabat o'xshamaydi. Ular qurol tashlasa Türkiye'ye tashlamaydi. Ular tashlasa Damashqqa tashlaydi, shundaq-ku. Yani mantiqiy jihatdan o toza uygun emas. Bu bir. İkinci biri ular o'zini biz PKK'nın kontrolligida emas, tarmoqida emas deb qaraydi. Türkiye'deki PKK'nınki ammivi asosi yo'q, ammo Suriyadagi o Kürt qurolli kuchlarning ammivi asosi bor. Mening nazarimda ammivi asosi bo'lgan bir tashkilotni terrorist tashkilot deb turib, bir kimni qoyil qilib bo'lmaydi. Shunga Türkiye'ga qarshi taqqa chiqqanlar mencha qurol tashlaydi. Agar ishlar muvaffaqiyatli bo'lsa. Ama o Suriye'dekiler bilan bo'lgan munosabat Suriye merkezi hükümeti bilan ularning o'rtasida boshqa shaklda hal qilinishi mumkin. Undaq bo'lsa, boshqa qo'shib qo'ydigan yeringiz bormi bilmayman. Agar boshqa qo'shib qo'ymaydigan yer bo'lmasa, bu haftalik qo'shmaylar uzun bo'lib ketibdi. Bir soat o'tib Bunun qırda eğer yana bir nimeler bo'lsa, yangiliklar bo'lsa yana qilamiz, Xudoyim buyursa. Ko'rpagninglar ko'pdan ko'p rahmat. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Kelar qatimki programmaga. Allohga emanet. Allohga emanet.